Qaysi biri yaxshiroq? Eski maktab mashg'ulotlarimi yoki yangi uslubmi? Olim mashqdan oldin qotgan kaftini ko'k izolenta bilan o'raydi. Otash esa 1 million so'mlik kompression kiyim va gel qo'lqop kiyadi. Olim ishlab yuk tashib badanini qizdiradi. Otash yugurish yo'lakchasida yugurib, pulsini nazorat qiladi. 120 yog' yoqish zonasi. Olim podvaldagi zalda barcha temirlarni shtangaga ortib rekord qo'yadi. Otash esa ilova orqali tekshiradi. Bugun reja bo'yicha bitta ko'proq takror qilish kerak. Olim yolg'iz holda podvalda shtanga ko'taradi. Otashni murabbiy kuzatib turadi. Texnikasini to'g'rilab, qaysi mushak ishlashini aytadi. Hatto dumba mushaklarigacha. Mashqdan keyin olim tuxum ichadi, piyoz yeydi. Otash esa protein va turli qo'shimchalarni aralashtirib ichadi. Olim cheating bilan ishlaydi. Otash esa hammasini qat'iy va to'g'ri texnika bilan bajaradi. Olim tizzasini jarohat qiladi, lekin bog'lab yana mashqni davom ettiradi. Otash esa sport shifokorini chaqiradi, MRT va massaj qildiradi. Mashg'ulotni to'xtatadi. Oxirida ikkisi ham kuchli bo'ldi. Xo'sh, qaysi biri yaxshiroq? Kommentariyaga yoz.